do'stlar, hozir bozorlikda qilib chiqdik. Go'shtni o'zimizni shahardan halol go'shtdan olganmiz. Hozir mana bu do'kondan bozorliklarni qilib qaytyapmiz. Ajoyib uylar. Lekin o'sha gap bor. Hop do'stlar, hozir uyga ham keldik. Bu yerda kalit qo'yib ketgan, bu yerda parol. Oching buni, anaqa. Kimda qo'li bo'sh? 322. Kalit. Qaysi bilan? Любой bittasini olarsa, to'g'rimi? Ha, menimcha. Nimaga? Zangi qaysi biri? Hammasi bir ekan-ku. Yo'q, 11 11 ekan. Bizniki qaysi biri? Bilmayman. Bir olaylik. So'raymiz dedi. Yopib turib. Neyman? Mana nechida? Kodni 18 18. buzib qo'ydi. 18 18. Bilmadim. Chiroyli. Javohir qaysi xonaga kirdingiz siz? Chap qo'limizda. Tamommi? Chap qo'limizda. Mana shu? Mana shu ochsangiz, birinchisi mana shu. Biz boshqa odamlar o'ynaymiz. Har joylashib olmay turibdi. Hozir ko'raylik. Nasaran, nefretga qo'yib qo'ysa ham. Hozir sekin suvni qo'yib qo'ydik. Endi go'sht solib sekin boshlaymiz. Maqani olyapti xolos bu. Maqdagi asosiy ekran, ye. Odam ma'quliyat. Qani odam qo'yapti. Odam qanday Go'sht solamiz. Go'sht ko'p ekan. Mana hozir qozon kichikroq ekan. Qozon kichkina. Hali kachkalar bor. Kachka tezda solaman siz. Tarvanni ketadi. Biz qanangacha mancha kamayapti suv. Suvda man ketmaydi. Suv kamaygani yaxshi, hozir bo'lsam toshib ketadi. Hop, endi go'sht qaynaydi. Haliroq endi boshqa qolgan narsalar solamiz. Choy qaynadi. Yaxshi abrorli. Hozir nonushta qilyapmiz. Endi xudo xohlasa bugun tovuqga chiqamiz. Nima gap Yoqubjon, kayfiyatlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Choydan iching. Qo'yib buni solaveradi-da. Bugun kechasi bilan qor yog'di. Hamma yoq oppoq. Mana do'stlar, hozir biz toqqa chiqib ketamiz. Qor yog'yapti. Mana uyimiz. Bolalar. Nima gaplar? Tinch, zo'r.
Xo'p do'stlar, hozir biz sekin bankomatga o'tamiz, chunki avtobus bu yerda kartada emas ekan, naqd pul qo'yib olishimiz kerak. Hozir sekin bankomatga o'tib, shaharga tushib, avtobusga chiqib, toqqa chiqib ketamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Ho, bu itni olib qo'ying, chiroyli ekan. Kamera menga tushib qoldim, ha mayli, ketdik. Bo'ldi, chiroyli. Dzień dobry. Sekin qancha orqaga o'tib ketaverib endi. Bolalar, xohlasanglar orqada 5 ta joy bor ekan. 5 tali joy. Xo'p do'stlar, hozir biz yo'lga chiqdik. Ko'chada avtobusga bekatiga ketyapti, avtobus kelib qoldi, o'zi to'xtatib ketdik dedi. Mana bolalar bilan hozir Music way. Shakam qolib ketdi. Mani qormama shakkasini oqtarib yuribman, chiqsa olaman deb joy. Yeah, bro. Biz sekin ketyapmiz hozir. Mana avtobusni ichi. Birinchi bo'lib biz chiqdik. Hech kim yo'q, mana o'zimiz borlar. 5 ta, 1, 2, 3. O yerda yana bitta sherigimiz naushnida eshitmayapti, hozir chaqirsa. Hozir avtobus narxi kecha biz ko'rganda 15 zlot edi. Adashmasam hozir Javohirdan so'radi, aniqini bilib olamiz. Bugun ham 15 zlotdan bo'ldi. Men o'zim so'rab chiqqanman, xavotir olmaysizlar. Javohir shetda. Do'stlar, hozir biz yetib keldik. Endi hozir avtobusdan tushdik. Bu yerda park ekan, ya'ni shu park ichida Morskiy Oko degan ko'li bor. O ot arabalar. Ot arabalarda yoki menimcha piyoda chiqsa ham bo'ladi. Hozir bu yerdan biletlar olsa bo'ladi. Biz kecha kuni onlayn bilet olganmiz bolalar bilan. Hozir bizda do'stlar fotosessiyalar bo'lyapti. Ajoyib manzara ekan. Tog'lar. Assalomu alaykum. Mana bizni bolalar. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi. Mana do'stlar, hozir biz toqqa qarab yo'l oldik. Hozir bolalardan sekin taassurotlarni olamiz. Bo'ldi. O'zeri tomon ketamiz hozir. Shu tog'ga chiqib. Shunaqa havo ham zo'r bo'lyapti. Qor yog'yapti. Hozir shu kecha boshlangan qor yog'ishi keyin bizdan keyin. Chiqib kayfiyatlar ham zo'r. Boshqacha. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Kayfiyatlar zo'r. Alhamdulillah, mana shunaqa joylarni ko'ryapmiz. Yetganiga biz xohlagan biz yetganiga mana biz xohlagan bit, biz xohlagan sharoit bo'lib turibdi. Mana qor ham yog'ib berdi. Tog'ga chiqdik. Juda go'zal manzara. Ko'rib turganingizdek, hamma oppoq qor bilan burkangan. Hozir ketamiz, Xudo xolisi. Morskiy Oko bitta ko'li bor. Shunga tomon yo'l. Hozir do'stlar tog' bo'ylab yuribmiz. 20-30 daqiqa bo'ldi, hali yetib borganimiz yo'q. Tabiat juda ham chiroyli. Yo'laklar orasida, ya'ni shu turdagi hojatxonalar bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, to'xtab, dam olib yoki shu yerga kirib, keyin yana yo'lini davom ettirsa bo'ladi ekan.
Qaytib yana onani olib kelishim kerak. Üç soat atrofi yoki 3 soatdan ham ko'proq yurib, hozir biz deyarli shu ko'lga yetib keldik desa ham bo'ladi. Mana Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? deyarli keldik do'stlar. Birinchisimi? Juda chiroyli. Mana bu ko'l. Juda ajoyib. O'zbek, qozoq, qirg'iz yurib turdi. Qirg'izlardan ko'rgandek bo'ldim. Mana aytayotgandek bir o'zbeklarga chiqayapti. Anima ko'p bo'ldi. Sen birinchisi. Mana do'stlar, Abror Bey bugun oshpaz bo'lyapti. Barbekyular pishyapti. Nima gap, Abror? Kiryapti-yu. Hidini qarang, mana hidini. Xo'p do'stlar, hozir biz bu oxirgi kunimiz. Shuning uchun hozir narsalarimizni qo'ydik, check out qildik va hozir bugun poyezdimiz, qaytish poyezdimiz obeddan keyin 2-3larda. Bungacha bizda 5-6 soat bor. Shu vaqt ichida biz chang uchishmi, chana uchishmi, xullas shu qorda nimadir uchishga ketyapmiz. Rent, yani snowboardlar rentga olishimiz kerak ekan. Mana do'stlar, hozir biz kiyimlarni oldik. Hozir kiyishim kerak. Oyog'imga. Xo'p do'stlar, biz hozir navbatga turdik. Aka oyoqlarni orasiga qistirib olasizlar. Bu tortib tepaga olib chiqib ketadi. Tepadan yana tushsa bo'ladi.
Bizi bolalar chiqib ketishdi. Hozir videoda o'chiraman chunki ikkita qo'lda, ya'ni bunaqa ushlaydigan narsa bor. Hop, ketdik. Mayab. Birinchisini yiqilamiz, lekin give up qilmaymiz. Abror, keling. Mana o'tkir burchak qilingda, ana qo'lingizdan orqa-roqqa tiqing. Da. Orqa-roqqa bunday qo'lingiz bilan kuch bering. Yaxshi. 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 O, malades. Gelin, yumalaysiz hozir, ey. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa. Ne? Ananda oyog'ini qo'yib yuborishyapti, chiqayotganda. Oyog'ini qo'yib yuborishyapti? Ana oyog'iga qistirib turib chiqishyapti-yu. Ha. Shunda qo'lidagini ana aka chalg'ityapti-da, o'ng qo'lingga ol, u yoqqa ol deganda, "Voy, hozir ketaman." O'ng qo'lingga ol deganda, oyog'i ikkiga ochilib ketyapti yoki yopilib ketyapti, oyog'iga qistirib olgani chiqib ketib, o'rta yo'lda qolib ketishyapti. Deganimi? Ha. Mana bro. Zo'ra. Birinchisiga qiyin ekan. O'ylagan kayf bor. O'zbekistonga borsam uchaman. O'rganib turish kerak ekan. Bu yo'lda kichkina bolalar ham yomon uchib qo'yyapti. Yosh bolalar bor. Biz bitta uchguncha 10 martalab uchib chiqishyapti-da. Qani, o'zi bolalar, ey. Hali ham, Javohir chiqyapti, Umidjon chiqyapti. Yoqubjon qani? Yo'qjon. Oma yiqilsangiz ham maza qilib yiqilasan ham. Dumalab ketadi. Oyog'ingizdagi o'zicha ketib qolyaptimi yiqilsangiz? Ha. Bu anaqa bezopasniy. Anaqasi bor ekan-da, mana sinib qolmaslik uchun. Zo'r. Ketdi, ana opa ketdi. Voy, oyog'i ochilib ketdi. Tormozni qanday O, aka yiqildi. Tormoz ham shu yonboshga bittimda burasiz. Tepaga oyog'ingizni qilsangiz, to'xtaysiz. Undaymi? Bor, qani zaryatim 6% qolibdi. Javohir, bu yoqqa keling, rasmga tushamiz. Oyog'ingizdagi yechib chiqaring, tezroq chiqasiz. Yo'q, mana ana qo'lingizdagini, Javohir yaxshi. Mashit podiyum ekan-da. Kuchi bor-da, kuchi bor. Ha. Birinchisida qo'lim bosib tushdim, yomon bo'ldi. Давай. Umidjon. Davay bu yoqqa. Qani Yoqubjon? O, Yoqubjon ham chiqyapti. Ketib qolmaytiring. Ketib qolganimi? O'zi ketib qolyapti. Yo'q. Yeching, tez yeching. Orqadan itarib ko'taradi. Orqaroq qo'ying aka. Yana ham orqaroqqa. Da, endi to'xtamasdan itaring. Da. Qo'lingizga kuch bilan bering, ha. Oyog'ingizni bunday tepaga ko'targanda. Bering, ha. Zo'r. Yaxshi. Jonqan, yaxshi qolib ketdi. Yo'q. Voy, chiqib ketdi o'rta yo'lda. Chiqib ketdi. O o'rtada oyog'idan chiqib ketdi ana. Yo'qjon. Nima qildik bu? Ana bu ham qolib ketdi. Endi bunisi ishi. Voy, olib ketgan.
Yetish kerak ekan. Orqa yechyapti. Qo'l ushlayapti. Qo'l ushaq, qo'l ushaq, qo'l ushaq. Voy baland. Yo'q, u anaqa qilyapti-da, hayajonlanyapti. Yo'q, oyog'idan ona ketib qolyapti-da. Yo'qjon. Yo'q, hozir Qo'lini ushlayman bittasini. Ya qo'lini uchasa u ham chiqib ketadi. mana pro Mana Yoqubjon chiqdi, hamma chiqdi. Bu bola tushib ketib qolay dedi. rasmga oling. Rasm tushamiz deyapman-da hammamiz. Mayli, Yo, bittadan tushaylik. bo'l, bitta o'zimni ham bitta oling. Hop. Hammamiz tushamiz. Qaysida bo'lsa ham tushsa bo'l. 2 marta yiqildim, o'zi ham. Shattam.